Kecha bir qiziq suhbat bo'lib qoldi. Tez yordamda ishlagan bir do'stimiz bilan suhbatlashib qoluvdik. Men endi so'radim, bugungi kunda ko'plab murojaatlar nimadan iborat? Qanaqa murojaatlar bo'lyapti? Ko'proq shamollash bilanmi, nima bilan desam, ular ta'kidlab o'tdiki, "Aka, bugungi kunda ko'proq qon bosimi oshishi bilan murojaatlar bo'lyapti. Oldindagi shamollashlar bilan bo'layotgan murojaatlar miqdori sal bo'lsa-da pasaydi" deb aytayotdilar. Endi qon bosimini oshishiga nima sabab va nima sababdan oshadi? Tomoq burun quloqqa qanaqa aloqasi bor? Quloqdagi shovqinlar, vujudga kelishi mumkin bo'lgan shovqinlarni sababchilaridan bittasi o'sha miyadagi qon aylanishini buzilishi. Mana shu asosiy sabablardan bittasi. Qon bosimi oshishi bilan bog'liq bo'lgan. Endi bunda biz nima qilishimiz kerak va nima uchun qon quyuqlashishi hisobiga, ya'ni ko'pchilik mana ro'zadan keyingi ham yana bitta faktorlardan bittasi bahor bo'lsa, ilik uzildi payti bo'ladi. Yana ikkinchi faktorlardan bittasi bu ro'zadan chiqqandan keyin odamlarda mana bir oy davomida, kun davomida suv ichmagandan keyin, yetarli darajada suyuqlik bo'lmagandan keyin organizmda shu qon quyuqlashishi vujudga kelishi mumkin. Buni endi terapevt doktorimiz ta'kidlab o'tyaptilar. Ya'ni ro'zadan keyingi oddiy holat. Men bularga aytdimki, o'rtoq shifokorimiz, hamkasblarimizdan so'raganimizda ular ta'kidlab o'tdilarki, ko'pincha ro'zadan keyin mana shunaqa qon bosimi oshishiga sababchilardan bittasi bo'ladi. Ko'p kuzatiladi deb ta'kidlab o'tdilar. Buni biz bartaraf qilib turishmasak, hali quloqdagi shovqinlar, miyadagi har xil asoratlarga o'ziga sababchilardan bittasi bo'lishi mumkin, qon bosimi balandligi. Nima qilishimiz kerak? Qon surituvchi dori vositalarini qo'llashimizda shifokor tavsiyasiga binoan qonni koagulyansiyasini biz nazorat qilib turishimiz kerak. Qonning quyuq suyuqligini biz nazorat qilib turishimiz kerak doimiy ravishda. Ayniqsa bahor oylarida, hozir mana ilik uzildi payti deb ta'kidlab o'tdik. Mana shu narsaga biz e'tiborli bo'lishimiz diqqatga loyiq bo'ladi. Ya'ni ko'pincha mana quloqimda shovqin bo'lyapti, quloqim eshitish pasayyapti degan odamlarga mana shu narsaga e'tibor berishni tavsiya qilgan bo'lardim. Hatto shifokorga borguncha o'sha qon quyuq suyuqligini ham bir e'tibor berib qo'ysanglar maqsadga muvofiq bo'lardi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Demak, bugungi olinayotgan videodan, ya'ni maqsad sizlarda o'sha qonni bahorgi qon quyuqlashishiga biz e'tibor berib qo'yishimiz maqsadga muvofiq bo'lishi haqida ta'kidlab o'tish edi. Bog'liq tomoni, tomoq burun quloqqa ta'sir qilishi mumkin, quloqda shovqin chaqirishi mumkin. Endi quloqda shovqin bo'lgandan keyin o'ziga yarasha tekshiruvlar o'tkazilishi kerak, o'z-o'zidan dori ichib bo'lmaydi. Qonni suyultiruvchi dori vositalari ham bugungi kunda o'sha shifokor tomonidan tavsiya qilinadi. To shifokorga borguncha o'zingizda oldin ichib yurgan bo'lsangiz, oldin shifokoringiz tavsiya qilgan bo'lsa, o'sha tarkibida aspirin ushovchi dori vositalaridan biz foydalanishimiz maqsadga muvofiq bo'lardi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshilik qo'shib qo'ying.